Qadrli kuzatuvchilar, hozirlarga qo'ylarga shu idealni yem tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Bunaqangi makka, arpa, bug'doy, bu yoqda mana kunjara, bu paxta shirot. Hozir qorong'ida qanchalik ko'ryapti bilmadim. Velefos, soda, kalsiy, xo'p, bu yoqda mana arpa, bu raps shirot mana, raps shirot. Qorong'ida qanaqa ko'ryapti bilmadim. Hozir ombordan syomka qilyapmiz. Mana raps shirot. Kepek admiral. И bu yoqda mana o'sha nimani uni biz dravlikadan chiqarganmiz hammasini. Arpa 100 kilo arpa, 100 kilo bug'doy, 100 kilo kepek hammasini mana mayin un holida keltirganmiz. Hozir hammasini mana shu yerga to'kib, adashmasam bir 6-700 kilo yem bo'ladi. Shu yerga hammasini to'kib, aralashtirib, xudo xolasa sizlarga qo'ylarga mix haqiqiy nima deydi? Idealni yem tayyorlashni, idealni ratsion tayyorlashni ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana xudo xolasa 20 ta qo'yga mo'ljallangan yemimiz, hammasini yerga to'kib nima qildi, endi aralashtirish kerak. Bu yerda hozir ko'rib turgan tepadagi narsalar Velofos, o'sha Velofos vitamin minerallar premiksi, chayniy soda, pishovaya soda deb qo'yadi. Tezroq hazm qilishni, bo'kib qolishni oldini oladi. И bu yerda kalsiy bor. Kalsiy ham sepdi tepasiga. Undan tashqari bug'doyni yormasi, mana shu bug'doy drabilkadan chiqarilgan bug'doy, arpa, xo'p, yana nima desak bo'ladi? Makka bor, raps shirot bor, paxta shiroti bor, kepegi bor, chempion asha raps shirotlar. Ular hamma nimaki qo'y yeyish kerak bo'lgan mahsulotlar hammasini hozir shu yerga to'kib oldik. Xudo xolasa hozir hammasini aralashtirib, qopga qoplab qo'yamiz. Shu 20 ta qo'yga mo'ljallangan ozuqamiz, xudo xolasa qo'ylar voydod devoradigan yem bo'ldi, xudo xolasa. Qanaqalik ko'yni kusaganidan deydi-ku, hali bizda homilador ayollar bosh qorong'i bo'lib bir narsalar yegisi kelgandek, bizning qo'ylar ham homilador hozirda. Qanaqa nima yegisi kelsa, xudo xolasa mana shu yemimiz ichida hammasi bor. O'sha arpasi ham, makkasi ham, bug'doyi ham, kunjara, kepek, raps shirot, bunaqangi vitamin, mineral, premix hammasi bor. Tuz ham bor uning ichida, tuz ham sepganmiz, bir 10 kilo yaqin tuz sepganmiz. Xudo xolasa tayyor bo'lgandan sizlarga ko'rsatamiz.